internetga kirishligini istagan odam va kirgan odam vaqt degan ulug' ne'matni qadriga yetadigan bo'lishi kerak. Bu asosiy odoblardan biri. Bugun sir emas, internet unga tushishning jihozi bo'lgan kompyuter, unga kirishlikning jihozi bo'lgan telefon umrning zavoli bo'ldi. Sir emas. Shunday yigitlar bor, 12 soat ertalabdan kechgacha telefoniga tikilib o'tiraveradi. Haykalga o'xshab. Essiz umr. Buning misoli to'lyapti. Hatto masjidga kelganda ham telefonni ochib o'ynab o'tirganlarni ko'ryapmiz. Essiz umr. Bu dunyodagi umr bir marta beriladi. Buning har bir soniyasiga biz qiyomatda zor bo'lamiz. O'shanda bilamiz, buning har bir soniyasi qanchalik qadrli ekanligini. Hozir bilmaymiz. Demak, internetni ishlaydigan odam vaqtni qadriga yetadigan bo'lishi kerak. Vaqtni qadrlasin. Umri shu bilan o'tib ketmasin. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 40. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar, qiyomat kuni banda qayta tirilib oyog'iga turganida oyog'i joyidan jilmaydi 4 ta narsadan so'ralguncha. Ana shu 4 ta narsaning birinchisi an umrihi fima afnahu. Umridan so'ralinadi. Umrini nima bilan o'tkazdi? Qayta tirilgandagi birinchi savol bu dunyodagi umrdan so'ralish. Umrdan hisobot berish. Bu haqiqatni eslasin.